200 ming sotilgan PVXlarni 170 mingdan narx qo'yib qo'ysam nima deb o'tdi? To'xtang. Nima bo'ldi? Do'konni o'zingiz yurg'iza qoling. Nimaga? To'g'riga emas, o'zim narxini aytib qo'yapsiz aka. 170 ming o'zini. 170. Tochkasiga yuribman. Ha. Xo'p aka. Sizga ko'tarmas ekan, lekin bitta yaxshilik qilaylik. Qanaqadir miqdorda qo'yib beraylik obunachilarga, aka. Foydalanishsin. Bo'lmasam 600 ta 600 ta donani 170 mingdan qo'yib berasiz. 50 xil assortimentda. 50 xil assortiment. Taroni eng arzonini ayting, necha pul qilib berasiz? Eng arzoni 50 ming so'm. Razmeri. Razmeri 15 ga 3 metr. Xo'p, bambuklar necha pul qilib berasiz? Bambuk 350 ming so'm 3 metrligi. Necha pul qilib berasiz? Aytingiz razmer. 330. 330. bo'lishi. Undan muammo yo'q. Yo'q, soni cheklanmagan. Soni cheklanmagan. Xo'p, 280 ligi necha pul? 280ligi 280 ming qilib beraman. 279 ming qilib berasiz. 279 ming. Bo'ladi. Siz uchun. 279 ming. Ko'rdinglar? Akani nomerlarini video tagida yozib qoldiraman. Joylashgan joyingiz biroz aytib keting. Izza bozor, 1-etaj, 18-do'kon. Bo'ldi, kelaverasiz. Narxlarni ko'rdinglar. Agar do'konga yana kelsanglar, narxlar yana skidka bo'ladi. Bu yerda taro, paro, PVX, MVX xullas hamma narsani arzon narxda olsanglar bo'ladi.